Ko'p azizlar Navoiy shahrida bunaqa narxga bir xonalik yangi domdan xonadon topish juda muammo narsa. Assalomu alaykum Navoiy, men sizlarga hozir ko'rsatadigan xonadonimiz bir xonalik 5-etajda joylashgan. Sizlar lokatsiyasini aytib o'taman. Lokatsiyamiz shundoqqina Guliston Pavorotda joylashgan. Yangi masjiddan o'tgandan keyin sizlar kelinglar bitta xonadonning ichini ko'rsataman. Qaranglar, bu bizda bitta xona, ya'ni birinchi xonamiz. Kelinglar bitta ko'raylik. Boya aytganda xonadonimiz bir xonalik. Derazalari qo'yilgan akfa. Kelinglar, kuxnya sanuzelni ko'rsataman. Kuxnyamiz. Azizlar qaranglar qanaqa. Prosta tashqariga vid prosta shikarni. Chunki xonadonimiz 5-etajda boya aytganda joylashgan. Kelinglar, bitta sanuzelni ko'ramiz. Bu bizda albatta sanuzelimiz. Bularni sanuzelimiz samesni bo'ladi azizlar. Xo'p azizlar, xonadonimiz ko'rlarsiz qanday akalar? Zo'rmi aytinglar? Xo'p azizlar, bu xonadonimiz boya aytganda 5-qavatda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, bu albatta eng shirin joyi, katta pluslardan biri bu albatta narxi. To'g'rimi azizlar? Egalari narxini 230 million so'm deyishdi. Bizlar sizlar uchun tortishib savdolashib 220 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. Qani akalar, aytinglar. Bu xonadonimizda полностью dokumentlar bo'yicha kadastr hujjatlari tayyor, kelasizlar, olasizlar, оформлениyadan nomlaringizga chiqadi. Sizlar bilan mana shunaqa xonadonlarni ko'rsatib boradigan Navoiylar agentligi sog' bo'linglar.